Maqsadashlar, bugungi hikoyamiz dehqonning ziyrak o'g'li. Burunning burunida bir zalim bay o'tgan ekan. Bay dehqonlarni qatma-qat qarzga bo'g'ib o'tib, o'z ko'nglida nimani xohlasa, shuni qildirdi ekan. Bir kuni bay qarzi ko'proq bir dehqonni chaqirdi. "Men sana bir qo'y beraman. Qo'yning ig'irligi 100 chang, 100 kun boqsan, 100 chang yem yedirsan. Qaytirib olguncha qo'yning ig'irligi 100 changdan osmasligi kerak. Bu shart o'rindansa, qarzing bekor qilinib mukofotga ega bo'lasan. Agar shart o'rindalmasa, qarzing ko'paytirilib jazoga tortilsan", debdi. Buni anglagan dehqon uyga g'amkin qaytibdi. Dehqonning bolalari otasining g'amkin qaytib kelganligini ko'rib, nima ish bo'lganligini so'rabdi. Dehqon bayning shartini xotin bolalariga tafsiliy so'zlab beribdi. Dehqonning ziyrak bir o'g'li bo'lib, u ishning chorasi oson deb otasining g'amini yeniklatibdi. Dehqon shart bo'yicha bayning uydan qo'yni ilib kelibdi. Bayning 2 odami har kuni kelib, bir chang yemni qo'yga qarab turib yedirib, qaytib ketadi ekan. Dehqonning o'g'li jangalga berib, bo'ra kuchugini tutib kelib, bayning odamlari ketgandan keyin qo'yning yiniga bog'lab qo'ydi ekan. Shuning bilan qo'y kunda yem yesimi, bo'ra kuchugidan qo'rqib samirmaydi ekan. 100 kun to'shqan kuni bay qo'yni sharti bo'yicha janglab topshiryapti. Qo'y bir jang ortiq yoki bir jang kam chiqmabdi. Shuning bilan dehqon bay bilan qilishgan shart bo'yicha qarzdan xalos bo'ldi. Mukofotga erishib, turmushini bayashat o'tkazibdi. Hikmat: zolimning zolimligiga aqlning ziyodaligi malham bo'lur.